Erkaklar quvvatni ayoldan oladi va mana shu quvvat orqali ular rivojlanadi, pul topadi, o'sadi, muvaffaqiyatga erishadi deyishadi. Xo'sh, unda ayollar qayerdan oladi quvvatni? Juda ham ko'pchilik ayollarda mana shu savol doimiy o'ynaydi. Хорошо, men erimga, farzandimga yoki otamga, ya'ni erkaklarga quvvat bera olar ekanman, ularni muvaffaqiyatiga, bizneslariga, rivojlanishiga, gullab yashnashiga o'zimni hissamni qo'sha olar ekanman. Lekin mana shu quvvatni men o'zim qayerdan olaman deydi. Aynan shunday. Ayollar erkaklardan yoki insonlardan quvvat olmaydi. Aksincha biz quvvat beramiz. Mana shu biz berishimiz kerak bo'lgan quvvatni esa biz o'zimizdan olamiz. Tabiat bizni shunaqa yaratganki, ayol kishining, har bir ayolning ichida shunaqa quvvati manbai bo'ladiki, mana shu quvvat manbaiga ulanmasa, bu ayol doimiy quvvatsiz, energiyasiz holatga keladi. O'z-o'zidan o'ziga quvvat bera olmagan ayol boshqalarga ham quvvat bermaydi. Ayniqsa mana shu quvvat bera olmasligini sababidan atrofidagi insonlar yaxshi emas holatlarga kelib qolishi mumkin. Aslida ayol kishi asosiy quvvatini o'ziga sarflagan, ajratgan vaqtidan oladi. Deylik, agar ayol kishi o'zi bilan bo'lsa, deylik, kunning hech bo'lmaganda 2 soati faqat o'ziga bag'ishlangan bo'lsa, hech qanaqa fikrlarsiz, hech qanaqa xavotirlarsiz, hech qanaqa atrofni o'ylamasdan faqat o'zingizga vaqt ajratsangiz, deylik, yoki sport bilan shug'ullansangiz, kitob o'qisangiz, oddiygina bir qahva ichsangiz yoki raqsga tushsangiz, umuman farqi yo'q, yoki shopping qilsangiz ham mana shu o'zingizga ajratilgan vaqt sizning zaryadkangiz hisoblanadi va mana shu zaryadkani to'ldirasiz. Qancha bu zaryadka ko'p bo'lsa, sizda quvvat shunaqa kuchli bo'ladiki, atrofingizdagi insonlar shunchaki kelib sizdan zaryad olib ketishi mumkin. Sizga hattoki qo'lini tekkizmagan holatda ham sizni yoningizda turishlarini o'zi ularga quvvat beradi. Shuning uchun shunaqa kuchli ayollar bor, shunaqa quvvatga to'la ayollar borki, u insonlarning oldida har bir erkak, har bir ayol ham hattoki o'zini to'laqonli his qilishni boshlaydi. Agar siz ham mana shunday quvvatli, energiyali ayol bo'lishni xohlasangiz, kommentariyaga yozib keting. Telegram tarmog'imda siz uchun maxsus dars beraman. Menga obuna bo'lishni unutmang.